Demak, o'rtoqlar, bugun 10-aprel soat 8 dan 12 daqiqa o'tdi. Ortimda Toshkent aeroporti va rovno 2 soatdan keyin men Yaponiyaga uchib ketishim kerak. Ha? Ortimda bizning jamoadagi bolalar turibdi, lekin Yaponiyaga men bitta o'zim uchaman. Yo-mayo. Ochig'ini aytaman, sizlarga aytib qo'yaylik, juda hayajonlanyapman. Nerealniy hayajonlanyapman. Ben avval, ben o'tda svoyman. Xitoy, Koreya, Yaponiyada ben svoyman. Ben hurmat qilsam. Konnichiwa. Jeko, bitta mana ukangizga motivatsiya bera oling, qanaqa motivatsion gap bor? O'zingdan uyalma, o'zgasiga tupur. Motivatsiyami bu? İnsonni ruhini tushiraveradigan gap. O'layotgan odamga esa o'lib qoladi. Mana bu gaplardagi borgim kelmay qoldi. O'tyapman. Do'st deb yonib yurardim. O'z ko'rishmasinglar, Toshkentda. Bolalar orqada qoldi. Men bo'lsam Yaponiyaga ketyapman. Bitta o'zim hozir aeroportga kirishim kerak. Ukajonim, bilasan qayerga ketyapman? Yo'q. Yaponiyaga ketyapman. Davay. O'rtoqlar, men hozir aeroport ichiga kirib oldim. Endi hozir bagajimni topshirib, registratsiyadan o'tosam bo'ldi. O'sha yerdan o'tib ketyapti naryoqda. Endi samolyot kelishini kutyapman bo'ldi. Xullas o'rtoqlar, va nihoyat men samolyotga o'tirib oldim. Endi bo'lsa oldinda meni 7,5 soatlik yo'l kutyapti. Tokiogacha 7,5 soat uchamiz. Men bo'lsa hech bo'lmasam bular ovqat berguncha men zaqa uxlab olaman. Let's go. Sog' bo'ldi, kommentariyga yozib qoldiringlar. ma'nosiz ma'no bo'lib chiqadi. Ana bo'lmasam o'rtoqlar, sizlar atiga 15 sekundda ko'rgan narsa pashti 7,5 soat davom etdi. Mazza. Lekin biz Yaponiya aeroportidamiz. Demak, o'rtoqlar, men hali Yaponiya aeroportidaman. Xudoga shukr, bagajimni olib oldim. Endi bo'lsa meni qilishim kerak bo'lgan 3 ta ish bor. Bu birinchi o'rinda pulimni, dollarni maydalab Yaponiyaning milliy valyutasini olish, undan keyin qanaqadir usul bilan otelimga yetib olish, uchinchisi bo'lsa sizlar uchun qiziqarli vlog olish. I can need exchange money 300 bo'larmidi? Mana o'rtoqlar, mana 300 dollarim. 100 dollar 14,000 yen ekan. 14,000 yen, 100 dollar. Men bu orqamdagi avtomatni ko'rasizlarmi? Sim karta shu avtomatdan olinar ekan. Shunaqa avtomatni aeroportda ko'rdinglarmi? Prosta yoniga kelasizlar. Men shuni oldim. 8 kunga unlimited ekan, 5000 yen ekan. Mashitga pulni tiqasizlar 5000 yenni. Shu knopkani bosasizlar, mana shu pastdan sizlarga sim karta tushar ekan. Bo'ldi, men o'zimni sim kartamni oldim. 5000 yen narxi qimmatmi, yo'qmi? O'zinglar yozib qo'yasizlar. 5000 yen so'mdaligi mashitda chiqdi o'rtoqlar. Demak, pul maydalandi, internetim aloqam bor. Bemalol endi otelga ketsak bo'ladi. Albatta, men har doim o'zimga qiyin yo'lni tanlayman. Shuning uchun hozir qiynalgan holda poyezdga bilet topishim kerak. Arigato. Xullas, poyezdga bilet olish men o'ylaganchalik qiyin emas ekan. Shunaqa joylar bor ekan. Prosta kelasizlar, qaysi rayonga bormoqchiligini aytasizlar, bo'ldi, o'zlar sizlarga bilet olib berishadi. Biletning narxi 3200 yen bo'ldi. 15 minutdan keyin poyezdimiz qo'zg'aladi va 1,5 soatda adashmasam men manzilga yetib olaman. Ketdi. Mana bu o'rtoqlar meni vagonim va mana shu poyezd bizani otelimizgacha eltib qo'yadi. Davaychi. Qanaqa davaychi, kamerani kim oladi? Poyezdga joylashib oldim o'rtoqlar. Endi oldinda meni 1,5 soatlik yo'l kutyapti. Hozir o'z videoga like bosinglar va kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Chunki bu video sizlarga yoqishi aniq. Oldinda nimalar kutyapti meni? 3 minutdan keyin poyezdimiz qo'zg'aladi. Mana shu ortimdagi poyezddaman va nihoyat manzilga yetib keldim. Poyezd 1,5 soat yurdi. O'rtoqlar, kelishib olamiz. Men juda charchadim. Hozir otelgacha 5-10 minut mana shu chemodanimni o'zim bilan olib borishim kerak. Otelga joylashib olaman. Переход qilamiz. Birato'la 2-3 soat uxlab olib, keyin sizlarga aloqaga chiqaman. Ketdi.
Ana bo'lmasam perihodmisan, perihod o'rtoqlar, o'zi ko'rib turibsizlarki, qalin kiyib olim chunki yomg'ir yog'ish kutilyapti va mana ortimda men yashayotgan otel. To'g'risini aytaymi, buni otel deyishim g'alati, chunki bunaqa joyda men birinchi marta qolishim. Hozir to'g'ri tushuntirib beraman. Va bu otel oddiy otel emas aytganimdek, ya'ni bu kapsulni otel. Bu xona meniki emas, bu xonani prosta sizlarga primer sifatida ko'rsatib beraman. Meni xonam pastida. Mana xonam. Mana. Ana bo'lmasam. Prosta o'sha bu yerda men uxlab bo'ldim. Hozir lekin men bu yerda boshqa video olmayman, chunki qo'ni-qo'shnilarim uxlashyapti. Ularga xalaqit berish niyatim yo'q. Tashqariga chiqib ko'proq ma'lumot beraman. Da bilaman, men qanaqasiga rozi bo'ldim kapsula otelda qolishga. Bu asl sababi birinchidan narxi, albatta, va ikkinchidan hech qachon men hali kapsulni otellarda yotib ko'rmagan edim. Hozircha 2 kunga burun qilganman, 2 tun yotib qolishim menga 26,000 yenga tushdi. Bilaman, kuniga почти $70 dan bo'lyapti. Kapsulni otel shunaqa narx bo'lsa, qolgan otellar nech pul? Sharoitlari yaxshi, uxlashga joy bor, zaryadga qo'yishga rozvetka bor. Faqatgina ichkarida bagajni qo'yishga joy bo'lmaganligi uchun oyona oldi faqatgina bagaj bo'yotibdi. Har bitta xonada bitta-bittadan bo'lmasa ham, no общий vanna, tualet bor. Menimcha puliga arziydi. Demak, o'rtoqlar, Tokiodagi birinchi kun boshlandi. O'rtoqlar, men hozir tushunmayapman, qayerda yuribman, nima qolmoq, xuddi kinoga tushib qolganga o'xshayman. Umuman boshqa olam. O'zimga sig'may ketyapman. Hozir hamma svetoforda yashil oshiq kutib turibdi. Ketdi, yuringlar. Voy, manzarani qaranglar o'rtoqlar. Mana voy! Aytgancha, men juda ko'p plan qilganman bu Yaponiya sayohatimizga, lekin o'shalardan bittasini aytaman, bu Tokiodagi 4 ta eng taniqli rayonini aylanish plan bor. Bu Shinjuku, Shibuya, Akihabara va Odaiba degan. Aytgancha, biz hozirning o'zida уже Shinjukudamiz. To'g'ri, ja qimmat otelda qolmadim, kapsulni otelda qoldim-ku, lekin eng yaxshi rayonlardan birida qoldim. Shinjuku. Tak, chiroyli vid to'xtab tursin, birinchi qorinni to'yg'ish kerak. Assalomu alaykum. O'zbeksiz aka? Bitta tanidim lekin, bor gap yo'q. Qorin och, halolmi aka bular? Halol, a? Ismim Kamoliddin. Bugun Tokioga keldim, aka, Toshkentdan. Xullas, o'rtoqlar, shundoq Tokioda uyim oldida men nima yeyman bu yerda qatda halol ovqat topaman degandim. Kebab Sando degan joy bor ekan, o'zbek ishlar ekan. Aka, yaxshimisiz, charchayapsizlarmi? Bugun o'zi Tokioga keldim, sirazi o'zbeklar, gap yo'q. Mashallah. Qorin och aka. Nimani maslahat berasizlar aka? Qaysi eng zo'ri? Eng kattasi. Shunisi. Xo'p, endi buni degustatsiya qilib ko'ramiz. Bu nosi shunday yeyiladimi? O'zbeklar hamma yoqda bor aka, lekin gap yo'q lekin. Qani yeb baho beraman. Bismillah, ketdi. Narxi 550 yen bo'ldi. O'rtoqlar, to'g'ri tushunasizlar, men ko'cha ko'rishi bilan videoga olishni boshlayapman. Men bu atmosferani qaranglar. Welcome to Tokyo yotibdi-yu. Wow! O'rtoqlar, hozir bitta yaponiyalik qizdan meni videoga olishni so'radim. Chunki bu atmosferada o'zim ham turishim kerak edi. Bu manzarani qaranglar. Voy! Thank you. Yeah. Thank you. Arigato, rahmat degani. Voy, yo Allohim, o'zingga behisob shukr. Wow! Voy, lekin bu ko'chaga kirmasdan o'rtoqlar umuman keta olmayman. Odam juda ko'p o'rtoqlar. Men bu qizlarning rasmi nega turibdi bilmadim, uni yomon xayol qilmaymiz. Bu yerda ko'rib turibmizki, asosan ovqatlanadigan joylar. Bu yerda ham mana nima bu? Barbekyu. Gap yo'q. Shoshilib qolman, qatga yurishni, nima qilishni bilmay qolman. Boshim oqqan tarafga yuraman-da. Singlimizni qarab o'tirishini. Gap yo'q. Voy. For me?
Singlim uyaltirmay odammi. Aytgancha bu ortimdagi zdaniya aynan bu ko'cha Godzilla Head deyiladi, если что Shinjukuda. Chunki anu zdaniyani tepasida Godzillani kallasi bor. Men bu o'rtoqlar peshexoddan ko'p odam o'tishini qaranglar. Voy! Odam ko'pligini qaranglar o'rtoqlar. Gap yo'q. Xullas, mana shu qizlar menga video olishga yordam berishdi. What's your name? Chio. Chio. What's your name? Yui. What's your name? Hayumi. I am from Uzbekistan. You know Uzbekistan? Oh yes. Yes? Yes. And you? Yes, yes. Yes? Yes, yes. Yes. Просто tushunmasam yes deyishdi. Arigato. Arigato. Singilchalar video olishga yordam berib yuborishdi. Yaxshi. Endi hamma bilan til topishaman, har doim aqlli bo'laman, bilasizlar-ku. Siz o'tgan bo'lsin uje hamma zontikda, chunki yomg'ir yog'ishi boshlayapti o'rtoqlar. Shuning uchun o'ylaymanki, sekin uje otel tarafga qaytursam ham bo'ladi. Chem yomg'irda qolib ketgandan ko'ra. O'rtoqlar, baland gapira olmayman, chunki qo'ni-qo'shnilar bor, ularga eshitiladi. Shu bilan Yaponiya Tokiodagi birinchi kun o'z nihoyasiga yetdi. Menga bo'lsa spokойной ночи. Давайте. O'rtoqlar, video davomida men sizlarga Yaponiyadagi barcha chiqimlar haqida qo'ldan kelgancha ma'lumot beraman va endi eng qimmat haqida aytish vaqti keldi. Eng qimmati albatta bu avia chiptalar. Avia chiptalar men bo'lsa har doim Aviasales.uzda xarid qilaman. Nega aynan Aviasales.uz? Birinchidan, shunchaki Aviasales.uz ilovasiga yoki saytiga kirasizlar. Qatga bormoqchisizlar. Masalan, menga o'xshab Yaponiyaga borish kelish kunini tanlaysizlar, bo'ldi. Aviasales.uzning o'zi sizga eng arzon avia chiptadan boshlab eng qimmatigacha chiqarib beradi. Ya'ni siz bemalol o'zingizga mos avia chiptani tanlashingiz mumkin. Undan tashqari avia chipta xarid qilish uchun uydan chiqib o'tirish shart emas. Misol uchun men hozir turgan joyimdan turib xarid qilsam bo'ladi. Nafaqat avia chiptalar, undan tashqari menga o'xshab otellarni ham Aviasales.uz orqali bron qilishingiz mumkin. Video ostidagi havola orqali o'ting va Aviasales.uz bilan birgalikda sayohat qiling. Ha, aytgancha bilet narxiga kelsak, men пересадкasiz Toshkentdan primoy reys Tokioga, Tokiodan primoy reys Toshkentga xarid qildim. Ya'ni pulimni tejamasam ham vaqtimni tejadim. Tуда обратно primoy reys menga 17.800.000 so'mga tushibdi. Shunaqa gaplar, videoni ko'rishda davom etinglar. O'rtoqlar, Yaponiya Tokiodagi ikkinchi kun boshlandi. Hozir Tokioda soat ertalabki 7 va odam juda ham kam, lekin erta tongning atmosfera juda chiroyli bo'lar ekan. Jimjitda hamma yoq. Rejam bo'yicha zavtrakka shu yoqda qilaman. Eng qizig'i, tayyorlab olishga tayyorlab oldim bularni. Endi qatta yeyman. Ichkarida esa bo'lmas ekan. Mana bu musofirchilik o'rtoqlar. Xullas, bitta okadan qatta ovqatlanib olsam bo'ladi. Kafengizda o'tirib ovqatlanib turing desam, yo'q, iloji yo'q dedi. Lekin mana shu burchiga o'tib ovqatlanib olsang bo'ladi. Ko'pchilik shu yerda ovqatlanadi deyishdi. Mayli, hech qisi yo'q. Yoqimli ishtaha. Men o'zim shu yo'lni tanladim. Bir kun undo, bir kun mundo. Eng qiziq, hamma o'tirgan ketgandan menga qarab o'tyapti. Shunaqa. Do'stlar, demang, men o'zidan o'zi hozir mashinada paydo bo'lib qoldim. Chunki meni hozir Yaponiyada tanishgan do'stlarim olib ketishyapti. Qayoqqa olib ketishyapti o'zim ham bilmayman. Yes sir, hello. Hello. Yes, good morning. Good morning. My Good name morning. is Daichan. Daichan and Hana. Ohayo. Biyona Yaponiyaning местный blogerlari qiziq narsa bo'lish kutilyapti va men bularga sovg'a olganman O'zbekistonda, chunki o'zim Yaponiyaga ketganimda bular bilan ko'rishim aniq edi. I have gift surprise from Uzbekistan. Don't look, yes, don't look. Yes, you are ready? Yeah. Okay. This for you. This for you and this for you.
Yes, this from Uzbekistan. Yeah. It's okay. Oh, look, very good. Very good, guys. Believe me. Yes. Come on. Yeah, welcome to Uzbekistan. Assalomu alaykum. Aytishi bo'yicha bunaqa do'ppilarni birinchi marta ko'rishayotgan ekan. Вообще birinchi marta o'zbeklar bilan ko'rishayotgan ekan. Yes, you look first time, yes? Oh, first time. Yes. Yarashdi menimcha. Menga o'zimga endi конечно yarashadi, o'zbekman-ku. Eng muhim xursand bo'lishgan bo'lsa bo'ldi. Can you say in my language Uzbek Sila? Uzbek Sila. Yes. 1 2 3. Uzbek Sila. Uzbek Sila. Yes, correct. Uzbek Sila. Shunaqa gaplar. Hozir endi biz bitta ajoyib lokatsiyaga ketyapmiz, do'stlar. Xullas, hozir uje bizlar butun sostav yig'ildi o'rtoqlar. Bu yoqda mana kamerachi bolalar, bu yoqda Xana, bu yoqda Dayshan. Biza ketdi. Hozir bizani oldinda uzoq yo'l kutyapti. Esomo yetyapsiz, u yog'ini o'zingizlar ko'rasizlar. Juda qiziqolmayapmiz qayoqqa ketayotganligimiz haqida, chunki menga surpriz deyishyapti, etishmayapti. Borsak ko'ramiz, hozirchalik 1 soatlik yo'l qoldi yana. Hozir magazinga suv ichib olishga, tualetga kirib chiqishga to'xtadik. Havo bo'lsa zo'r. Shunaqa magazincha. Biza bilan kelgan bolalar bular, operator, videograflar. Ana, oy. Вот Tokio. Good. Juda bir quvnavoq ekan, bratalari. Daychan, Xanam. O'zga davlatda birinchi marta ko'rayotgan odamlar bilan shunaqa xushchaqchaq gaplashib, kulishib yuribsizlar. Shuning uchun ham menga sayohat qilish yoqadi o'rtoqlar. Family chicken. So, family chicken. Family chicken. Hozir qanaqadir narsani tatib ko'rasan deyishyapti, okay? Good, yes. Zor. Zoruru. Oshi. Mana family chicken degan narsa ekan. Ko'ringmi? Bratan grab qotdilar. Oh, this for me, yes? Thank you so much. Ana bo'lmasam. Bular yeyishyapti уже sweet? Spicy. Bismillah. Very good. This no spicy. A little bit. This for you spicy? No little bit. This no spicy. Yeah. This very sweet. O'rtoqlar, biza pashti manzilimizga yetib keldik. Men orada uxlab ham oldim. Manzarani qaranglar, o'rtoqlar, sakura daraxtlari ikkala tomonda ham. Yaponiya bu sakura daraxtining gullashi bilan ham mashhur. Men ayniqsa hozir aprel oyida gullagan payti, sezon payti kelganman. Xuddi kinoda tushimda yurgandayman. Xullas, o'rtoqlar, uje men premyerda qayoqqa kelganimizni bildim. Menga shunaqa bejik berishdi. Biza VIP joyga. Voy, nima edi bu? Qaranglar buni. Jinni bo'lib qolaman, men ovozini eshitdinglarmi? Men buni o'rtoqlar. Xullas, biz hozir Fuji Speedwayga keldik. Bilmadim bu gonkami, bilmadim shu mashinalarning taqdimotimi. Bu yoqqa kirish pulli, конечно же, yilda bir marta bo'lar ekan. Bu yil 2025-yilgisi bo'layotgan ekan. Shu vaqtga to'g'ri kelib qoldim va menga surpriz qilib, shu yoqqa olib kelishibdi bugun. Eng qizig'ini aytaman, bu yoqqa biletning narxi $1000 ekan. $1000, ya'ni biz VIP arenada o'tiramiz va mana shu $1000lik biletni prosta menga sovg'a qilishdi. Yo'q, qanaqasiga? Mana bu mashinalarni qaranglar endi. Qaranglar. Voy. O'rtoqlar, birinchi marta bunaqa joyga kelishim. Men dash Tokioga kelayotganda, dash kecha bu yerga kelishimdan xabarim yo'q edi. Dash hayajonlanib gapira olmay qolganman. Atmosferani qaranglar. Ana bo'lmasam. O'ylaymanki, sizlarga ham ovoz eshitilyapti buni. Qorong'u tushdi. Bo'ldi, menimcha ketamiz deb so'rasam, yo'q. Hozir bu yerda salyut otiladi deyishdi. Mana men bu Bejik'da ham salyut ko'rsatilgan ekan.
O'rtoqlar, 3-kun boshlandi. Ha o'rtoqlar, 3-kun boshlandi. Men hozir zavtrikka McDonald's yedim. 500 yen bo'ldi. Aytgancha bitta set ichida free burger, cola. Menimcha unchalik qimmat emas. O'zi bugun meni boshqacha planlarim bor edi. Yaponiya oshxonasi bilan tanishmoqchi edim. Ko'p qiziq joylarga bormoqchi edim. Lekin yomg'ir tufayli ozgina planlar o'zgarib qoldi. Kechagi kun haqida gaplashadigan bo'lsak, o'rtoqlar xuddi bir tushga o'xshagan bo'ldi. Primerni kech payt soat 10 larga yaqin tugadi. Shu bilan biz Tokiogacha 2,5 soatga yaqin yo'l yurib qaytib keldik va men, конечно же, charchagan holda ertalab 7 da turdim-ku. Charchagan holda shundoq borib uxlab oldim. Manzara kaksigida Tokioga o'xshaydi yurgan joylarim. Shuna hazil qilgim kelib qoldi-da, mayli. Hozir men bormoqchi bo'lgan lokatsiyani sizlarga hali aytmay turaman. Borganimda o'zingizlar ko'rasizlar. Lekin hozir men Tokioda birinchi marta metrodan foydalanaman. Va sizlarga bitta qiziq ma'lumot aytib ketaman. Bilasizlar, Toshkentda metro bor va Toshkent metrosida 4 ta liniyasi bor va umumiy 48 ta bekat stansiya bor. Nima deb o'ylaysizlar? Tokioda nechta? Mayli, men o'zim sizlarga aytaman. 11 ta liniya, 286 ta stansiya bekati bor. Menga shu Yaponiyada yashaydigan juda ko'p o'zbeklar aytdi, "Aka, metroda rosa qiynalasiz. Даже biz 1-2 yil shu yerda yashasak ham biz haligacha adashib qolamiz" deyishdi. Demak, o'rtoqlar, bizda navbatdagi manzil bu Tokio metrosi. To'g'risi, hech nimani tushunmayapman. Prosta odamlar qat'iy yurishayotgan yuryapman. Xullas o'rtoqlar, menga Mametdagi opa bu stansiyadan borma, mana masjidga yurasan, shu yoqqa yurasan, GR Line degan stansiyadan borsang, sen primoy borasan, hozir bu yerdan пересадка qilasan deb menga yordam berdilar. Gap yo'q, prosta gap yo'q. Xullas 170 yenga bitta shunaqa chipta sotib oldim. Menimcha bu bir marta borishga amal qilsa kerak. 170 yen. Menimcha yaxshi narx. Ketdi. Va nihoyat menga kerakli joyni topdim. Hozir shu yerda metro keladi va shu metroga chiqib olsam bo'ldi. Bu yoqqa endi eson-omon yetosam bo'ldi. O'rtoqlar, biz va nihoyat manzildamiz. Mana shu YouTube vlogimizda Yaponiya vlog ko'rayotgan hurmatli obunachilarimiz, Shibuyaga xush kelibsizlar. Odamni ko'pligini, yo-mayo. O'rtoqlar, bu shu Tokio Shibuyadagi mashhur chorraha. Birdaniga minglab odamlar bu yerdan yuradi. Hozir men ham birinchi marta shu chorrahadan o'z oyoqlarim bilan yuraman. Sal hayajon bor to'g'risi. Oldiraga o'tib oling. Yo'l boshchi bo'lib beraman. Qani? Excuse me. Ketdi bo'lmasam. Voy, mana buni qaranglar, o'rtoqlar. Voy, dod, birdaniga shuncha odam. Yomg'irda shuncha odam yuribdi ko'chada. Manzarani qaranglar. O'rtoqlar, sayohat qilinglar. Bu shunga arziydi. Gap yo'q ekan. O'rtoqlar, prosta mana video olib yurdim, okamni ko'rib qoldim. Assalomu alaykum O'zbekiston. Ana bo'lmasam, eng qizig'i, oka menga bitta mana shu chorrahani tepadan ko'rsa bo'ladigan joyga olib chiqaman desa. Yes. Iloji bormi? Bor, albatta. Bitta okani orqalaridan yuryapman. Ana endi bemalol meni videoga olib beradigan ham odam bor. Vashcha chiroyli, oka lekin. Oka, oldin o'sha joyga chiqqanmisiz? Albatta. Bu yerda o'qiysiz, ishlaysiz? Bu yoqda o'qiymiz. Shu bahona ishlashadi. Shundoq. Mana o'rtoqlar, kirish narxi 1800 yen ekan. Mana shunaqa manzara. Hozir hal qilamiz-da. O'rtoqlar, biz o'sha joyga keldik. Voy, bu manzarani qaranglar. Gap yo'q. Prosta gap yo'q. Eng qiziq ma'lumot bor. Aka, siz bilasizmi yo'qmi, shu yerda Tokyo Drift kinosi olingan. Bilasizmi? O'rtoqlar, eng qizig'i bu yerda boshqa lokatsiyasi bor ekan. Bu yerda chiroyli rasmga tushsa bo'lar ekan. Mana rasmga tushdim.
Kelish habiliga tavsiya beraman. Zo'r joylar ekan. Demak, o'rtoqlar, biz уже pastga tushib oldik. Hozir Hachikoning haykali bor. Mana shu Shibuyada taniqli Hachiko filmini hammanglar ko'rgan bo'lsanglar kerak. Hozir ana shu haykalning oldiga kelyapmiz o'rtoqlar. Bu yoqda ham odam juda ko'p. O'zi Shibuyada odam juda ko'p ekan. Mana Hachiko haykali va mana shuncha odam hozir rasmga olyapti. Mana o'chirga turib rasm tushib olaman. Уже ancha-muncha qorong'i tushib qoldi. Shibuyada ko'rmoqchi bo'lgan narsam bu mana shu chorrahasi edi va shu chorrahasini hattoki tepadan ham ko'rish nasib qildi va undan tashqari Hachiko haykalini ham ko'rdik. Endi shu ko'chalarni ozgina aylanamiz, balki qanaqadir qiziq magazinlar, qiziq ko'chalar bordir. Ketdi, bratan, ketdi. Oy, mana mashinalarni qaranglar o'rtoqlar. Voydod! Lekin xudo xolasa meni bitta planim bor, agar o'sha rejam o'xshaydigan bo'lsa, bu mashinalarni biz yaqinroq ko'ramiz. Xudo xolasa o'sha planim ertaga o'xshash kerak. Nasib qilsa-da agar. Ana hozir bratan bilan aylanib yuribmiz ko'chalarni. Qiziq do'konlar bo'lsa kiramiz, aka. Shopping qilamiz, aka, ketdi. Bilaman o'rtoqlar, sizlarga yaponiyaliklarning maxsus o'zining milliy ovqatlari qiziq. Bu yoqdagilar nima yeyishi? Davayte, ozgina o'rganib chiqamiz. Mana Mametda shunaqa ovqatlar lag'monga, lapshaga o'xshaydi. Men bu go'shtlari bilmadim nima. Yo'q, bu yoq bo'lmaydi menimcha o'rtoqlar. Bu yoqda ham qanaqadir ovqatlar. Aka, mana qanchadan beri Yaponiyada yashaysiz? Yaponiyada yashayotganimga 2 yil bo'ldi. 2 yil. Ha, 2 yil oldin kelganmiz. Shu yerda o'qib, ishlab rivojlanishga harakat qilyapmiz, aka. Meni savolim shundan iboratki, mana men 3 kun ichida ovqatdan qiynalyapman. Sizlar nima yeysizlar bu yoqda? 2 yildan beri nima yeysiz? Halol magazinlar juda ham ko'p. Produktlar ham O'zbekiston bilan deyarli bir xil. 5 kilo, 10 kilo kartoshka, piyoz, hammasini olsangiz bo'laveradi. O'zbekistonni любой ovqatini uyda bemalol qilib, maza qilib qorin to'qlasangiz bo'ladi, aka. Sizlar uyda bemalol o'zingizlar ovqat qilasizlar, to'g'rimi? Da, endi men kapsulamda o'rtoqlar ovqat qila olmayman, to'g'ri tushunasizlar. O, Mametda hozir tabaka, nima bu? Lavash qilishyaptimi Mametda? O, Istanbul mana o'rtoqlar, Turkiya. Aka, Mametda bitta qizuv yeydigan narsa bor do'sa. Albatta. Nima u? Ichida siri bor. Uni sirni cho'zsangiz, sir cho'ziladi. Ha. Bemalol maza qilib yesangiz bo'ladi. Bo'ldi, aka. O'rtoqlar sotib olamiz. Narxi nechi pul? 500 yenmi? Meni tangamda chiqarmikan u pul? Mana bu 500, to'g'rimi? Tangani o'zida hal qilamiz. Bizani faqat menimcha O'zbekistonda tangalarning qadri yo'q. Hatto qolgan hamma davlatda tanganing qadri bor. Vlog olib yuribmiz. Ana, bu yerda ham o'zbek akam ekanlar. O'zbekistondanmiz? Samarqanddanmi? Ana bo'lmasa, menga shu bittani undan aka, 500 yen ekan. Maqtashdi-da aka, zo'r deb. Sirli deb. Bo'ldi. Qanchalarda bo'ladi? 5-6 ming. Hop, hozir endi menga degustatsiya o'zingiz yeb ko'rganmisiz aka? Yegansiz? Ana bismillah. Wow! Вообще shirin. Wow! Juda mazali o'rtoqlar. Oshi degani mazali degani. To'g'rimi bilasizmi? Albatta. Oshi kontra. Hoje em dia é difícil encontrar. Hammalarga maslahat beraman. Короче, zakaz shu yoqdan qilinar ekan. Shu yoqda zakaz qilasizlar, pulini to'laysizlar. Sizlarga qog'oz berib, shu qog'ozni ichkariga olib kirasizlar va sizlarga ovqat tayyorlab berishadi. Mana akam qog'ozchani berdilar. Ana qog'ozchani oldi, zakaz tayyorlab beradi hozir. Ana ketdi zakaz tayyorlashga. Ashnaqa. Do'stlar, shu bilan bugungi kun ham o'z nihoyasiga yetyapti. Men o'zimga bitta ajoyib kiyim sotib oldim. Endi hozir metroda, yana Tarish metroda otelga borib uxlayman. Так что сразу переход qilaman va biz 4-kunga o'tib ketamiz. Let's go. Hammaga xayrli kun o'rtoqlar. Bizda Tokioda 4-kun boshlandi. Ko'z tegmasa, bugun havo yaxshi, quyoshli. 4-kun boshlandi. Tokioda har bitta qadamda, har bitta burchida shunaqa avtomatlar bor, ichimliklar bor, ichida har xil yeydigan narsalar ham topiladi. Va men mana shu avtomatni bir marta ham ishlatib ko'rmanman.
Hozir bu suv olmoqchiman xullas. Mana bilasizlar, tangalarim bor. Tak, nima ichamiz, nima yeymiz, a? Mineralli suv 120 yen ekan. 120 yenimiz bormi? Qani? Xo'p, menga mana bu kerak. Bosib ko'ramiz. Hop. Let's go. Mana shuncha tangani qaytimiga berishdi o'rtoqlar. Hozir men hali bormagan joyim, ya'ni mana shu Tokiodagi parklardan biriga bormoqchiman. Ya'ni sokin, bir chiroyli daraxtlarmi, sokinlik holatda qalbim. Va o'sha men qanaqa borishni bilaman, shunchaki mana shu ortimdagi metroga o'tirib, ikkita stansiya yursam, men o'sha manzildaman. Va bizning manzil bu Yoyogi Park. Nahotki Tokioda quyoshni ko'rish nasib qildi va biz manzilga yetib keldik. Eng qizig'ini aytaman o'rtoqlar, bitta o'q bilan hozir ikkita o'qni yondirdim, chunki yana bitta internetdagi mashhur Takeshita Street mana ro'parada ekan. Shunday metrodan chiqishda Takeshita Street ekan. Ana hamma odam turibdi, rasmga olib. Do'stlar, Takeshita Streetga xush kelibsizlar. Oho, odamning ko'pligini. Birinchi shu yon aylanaman, bu yoqdan chiqib, keyin bu yoq tarafga o'tib parkka kiraman. Mana orqamda daraxtzor, bu yoq park. Juda qiziq ko'cha ekan. Har xil o'ng qo'lda ham, chap qo'lda ham turli xil do'konlar. Hali yana 3-4 kun Tokioda bo'laman, pakashda narsa sota olmayapman. Oxirgi kuniga bir kun vaqt ajratib, hamma uydagilarga, yaqinlarga, o'rtoqlarga, yaxshi ko'rgan insonlarga sovg'a olaman-da. Ana bo'lmasam, bu yoqda qanaqadir narsa qilishar ekan. Nima bu bilmadim. Yeb ko'rardim, lekin qornim to'q. Bu yoqda oyoq kiyimlar sotishyapti. Va aytdi, qizlar o'tib ketishyapti. Mana bu kimman bu? Kim edi? Pumbami bu? Bu yoqda mana har xil aksessuarlar, xalatilnik yopishadigan magnitlar bor. Mana bu do'kon qiziq do'konga o'xshayapti. Ana bo'lmasam, har xil o'yinchoqlar, davchi narxiga qiziqib ko'raman. Misol nech pul ekan mana bu? Necha yen? Where is the price? Bu o'rtoqlar, mana shu kichkinagina o'yinchoq 2000 yen ekan. 2000 yen nech pulliga mana shunda chiqdi mana. Davay kattarog'ini nech pulligini bilamiz. Misol mana bunisi o'rtoqlar, mana shu qo'limdagi 3740 yen. Menimcha, bilmadim endi, balkim sifati zo'rdir, narxiga arzimaydi lekin. Aytgancha, men sizlarga bitta qiziq joyi ko'rsatmadim. Bu har qadamimda bor edi, lekin alohida shu haqida video olaman deb o'yladim, lekin mayli, hozir sizlarga ko'rsataman. Shunaqa o'yin, xullas, o'ynasanglar bo'ladi, qanaqadir sovg'a yutib olasizlar. Misol, Mametga o'zi nech pul tangi bo'lsa, shu tangasini tiqasizlar pulini, mana bu dumaloq narsalar tushadi. Dumaloq narsalar. Ichida keyin mana shunaqa o'yinchoqlar bor, o'zingizlar terib olsanglar bo'ladi. Mana bu yerda qanaqadir mana shunaqa o'yinchoqlar. Xullas mana hamma yoq shunaqa igrovoy avtomat bo'lyapti. Hozir men kimdir o'ynashini kutyapman. O'ynasin nima? 300-400 yen jalkami? Davay, men videoga olaman. Kimdir o'ynasin? Ya, boyaga pumba-yu jigarim. Orqamdan keldim deyman. Bu mana opam o'ynayaptilar menimcha. Can I take video? Ana nima yutdilar? Qani? Oh, what is it? Opam ochishlar uchun tako emotsiya beryapman deb, voy deb. Oh my god. Oh my god. What is it? Mana qaranglar, mana shunaqa braslet tushdi hozir. Thank you. Nimaga o'ynadilar? Buni tushunmadim, nima bu braslet? Bu yerda shuncha qiziq narsa turganda olgan narsalarni qaranglar. O'rtoqlar, Yaponiya Tokiodan yana bitta video sizlar uchun qo'yiladi. U video qanaqaligini men ertaga aytaman. Ya'ni sizlar uchun bu 5-10 minutdan keyin video davomida ko'rasizlar. Ishoninglar, u video sizlarga yoqishi aniq. Va o'sha yerda men mana shu o'yinni o'ynab ko'raman. Let's go. Biz bo'lsa aylanishda davom etamiz. Eslayotgan bo'lsanglar, men kecha Shibuya degan shirinligim bo'la endi yotish ekan. Men kecha bo'lganman. Xavotir olmalaring. Zamonning orqada deb bular. Mametda nimani men bular yeyapti? Yo'l o'rtasida. Opajonlar, qo'ymaydi bular ham. Men bu qizlar darsdan qochib chiqdi shekil. Hello, ni hao. Hello. Nimaga ni hao dedim? Voy, Xitoydaman. Как будто voy, Xitoydaman deb o'ylayman. Xitoyga ham borganman deb, prosta. Hello, mister. Hello, how are you? What's your name? My name is Sui. Sui. Surunni o'tdan. Oh my god. Guys, обоюдно. Let's go. Xullas, hamma yoqda bu yoqda shunaqa do'konlar ekan. Taksida men orqaga qaytaman, parkka kira qolaman, chunki ko'ryapman, lekin olmasa odamga alam qilyapti. O'shaning uchun let's go Yoyogi parkiga o'rtoqlar. Ato bu lokatsiyaga 5 baho yoqdi menga.
Voy, ishoninglar, quyosh shunaqa yoqyapti, o'zi menga quyoshli havo yoqadi. Yaxshi ham o'zim bilan futbolka olganman sumkamda. Nafsaki suvchi havo o'sib ketsa kiyib olaman deb. Kalla ishlaydi, kalla. Kalla qo'ydi bo'ladi, menda bosh. Demi o'rtoqlar, ortimda Yoyogi parki va bu parkka 1967-yil asos solingan. Parkning hududi bo'lsa 54 gektar. Конечно, 54 gektar joyi aylana olmayman-ku, eng qizg'in joylarga borishga harakat qilaman. Manzarani qaranglar, o'rtoqlar, daraxtlarning kattaligini. O'rtoqlar, mana bu yerda nega odamlar yig'ilib turibdi deb o'ylaysizlar? Chunki mana bu lokatsiya. Qaranglar, mana shu turib chotki rasm tushsa bo'ladi-yu. Hozir tushaman rasmga. Va biz Xram Meyziga yetib keldik o'rtoqlar. Bu mana shu parkning ichida joylashgan. To'g'rog'i park shuni atrofiga qurilgan desam to'g'ri bo'lsa kerak. Ana bo'lmasam o'rtoqlar. Xo'p o'rtoqlar, agarda qiziqsangiz, sizlarga qisqa ma'lumot bor. Bu Xram imperatori Meyzi va uni ayoli rafiqasi Shoken uchun 1920-yil barpo etilgan ekan. Shuning uchun nomi Xram Meyzi ekan. O'ylaymanki, to'g'ri talaffuz qilyapman. Ana bu manzarani qaranglar o'rtoqlar. Oppa, mana bular taekvondistmi? Bular urib tashlasa hozir mana shunaqa manzara do'stlar. Sokinlikni, tinchlikni sevadiganlar uchun zo'r lokatsiya, ayniqsa tabiatni. To'g'ri odam ko'p, lekin mana baqir-chaqir eshitasizlarmi o'zingizlar? Yo'q, odamlar ko'p bo'lsa ham hech qanaqa baqir-chaqir yo'q o'rtoqlar. Endi hozir men otelga qaytishim kerak. Buning sababi kecha sizlarga bitta gap aytgandim. Oy, men mashinalarni qaranglar o'rtoqlar. Lekin xudo xolasa meni bitta planim bor, agar o'sha rejam o'xshaydigan bo'lsa, bu mashinalarni biz yaqinroq ko'ramiz. Xudo xolasa mana shu maqsadim amalga oshishi kerak, lekin men ungacha borib 1-2 soat dam olishim kerak. Yana sizlarga syomka qilishni kuch yig'ish kerak. Perexod bo'ladi va men otelda paydo bo'lib qolaman. Xo'p, o'rtoqlar, ishonish qiyin, lekin men osh yeb o'tiribman. Qornim ochib ketdi va o'zimning uyimga yaqin joydan 500 metr uzoqlikdan o'zbek milliy taomini topdim. Hozirchalik faqat osh va mastavasi tayyor ekan. Menga unda yoqim ishtaha. Demi o'rtoqlar, porsiyasi katta bitta osh, non, choy, achchuv 1550 yen bo'ldi. Qimmatmi yo'qmi, endi yog'ini o'zingizlar hal qilasizlar. Kommentariyaga yozib qoldiringlar. O'sha kungi do'stlarim yaponiyalik Daichan va Hana uje kelishibdi. Hozir naryoqda to'xtadik deb lokatsiya tashlashdi. Hozir oldilariga boryapman va bugun mana yana bitta ajoyib lokatsiyaga olib borishlari kerak. Xudo xohlasa, orzu yana bitta katta orzu amalga oshadi. Mana biz yana ko'rish oldik. Oy. Zo'r. Zo'riri. Zo'riri dema, zo'r deyish o'rgatib qo'ysam, bu zo'riri deyaptir. O'rtoqlar, biz mana hozir qo'zg'alib ketyapmiz bratan bilan. It's a Bentley, my friend. Oh my god. Xullas, Daichan yana o'zini o'g'aylarini chaqirdi, o'rtoqlarini. Davay, sen mazza qilsang bo'ldi dedi. Va hozir men mashinaga o'tirib ol, mazza ketasan dedi va men Bentleyda ketaman. O'rinda birinchi marta Bentleyga o'tirishim o'rtoqlar. O'rtoqlar, men eng katta orzularimni biri xudo xohlasa hozir amalga oshadi. Do'stlar, Daikoku Piega xush kelibsizlar. Xullas, hozir Daichan videoga olib beryapti. Mashinalarni qaranglar o'rtoqlar. Nima bu? Nima san? Yo-mayo. GTR o'rtoqlar. Bu ham GTR 46. Menimcha it's all GTR. Hammasi GTR o'rtoqlar. Daichanga katta rahmat Daichan. Big respect and big thank you for you. Thank you, arigato. Thank you. Is a good person Daichan, good person, yeah. Vlogni ko'rayotganingiz uchun kattakon rahmat. Mana shu Yaponiyada safarlarim davomida o'zim his qilayotgan emotsiyalarni sizlar bilan bo'lishayotganimdan juda ham xursandman. Xudo xolasa hali bu boshlanishi. Hali yana 2-3 kunlar bor Yaponiyada o'tkazadigan kunlarim. Let's go. O'rtoqlar, Tokiodagi 5-kun men sizlar uchun yana bitta yangi video oldim. Yaponiyalik qiz bilan bir kun o'tkazdim. Juda qiziq kun bo'ldi. Ko'p joylarga bordik, birga aylandik, ovqatlandik, shopping qildik. Xullas, to'liq bir kunim yaponiyalik qiz bilan o'tdi. O'rtoqlar, bugun 6-kun va men Tokiodagi otelimni tark etyapman.
Nega? Qanaqasiga bunaqa bo'lib qoldi? Haliroq tushuntirib beraman. Bagajimni srochni yig'ishtirishim kerak. Xo'p do'stlar, avvalambor bir boshidan boshlayman. Kechagi kun menda ajoyib o'tdi. Buni o'zingizlar bildinglar, qanaqa syomka bo'lganligini. U video xudo xolisa tez kunlarda chiqadi, sizlar shunchaki faol bo'lib tursanglar bo'ldi. Qaysi ma'noda faol bo'lish kerak o'rtoqlar? Mana shu Yaponiya vlogimizda 40 mingta like bo'lishi bilan mana shu yaponiyalik qiz bilan bir kun videomiz YouTube ga joylanadi. Videomiz demak qachon chiqishini sizlar o'zingizlar hal qilasizlar. Like bosib qo'yinglar. Xo'p, endi bugungi vaziyatda gaplashamiz o'rtoqlar. Otelni boshida 2 kunga bron qildim. Undan keyin menga otel yoqqanligi uchun yana 2 kunga bron qildim. Kecha syomka chiqib ketish oldi. Meni kunim tugagan edi va men yana 1 kunga bron qilib qo'ydim. Shu bilan keyin kecha syomkadan charchab kelib, bo'ldi, ertaga yana turaman, shunaqa 1 kunga bron qilib turaman degan xayol keldi. Hozir soat ertalabki 10 va 9 larga yaqin mazza qilib uxlayotgandim. Mana kapsulam ochildi va yonimga resepsiondagi aka kelib, "Ukam, bugun sen oteldan chiqib ketadigan kuning" dedi. Bilaman, aka bo'ldi, men 1 kunga cho'zdiraman desam, "Yo'q. Ukajonim, joy qolmadi, hamma yoq band" dedi. Bitta deb miyam ushadi-yu mana. Boshida xavotirlanganim yo'q, chunki bo'pti, mayli, boshqa mana shu lokatsiyaga yaqin qanaqadir kapsulani bron qilaman desam, do'stlar, bo'sh joy yo'q. Biron bir yaqin orada otellarni o'zi yo'q. Ya'ni turistlar yoppasiga kelyapti, hozir umuman joy yo'q. Chunki tiqilganida bugunga qanaqasiga otel bron qilishim mumkin. Ha o'rtoqlar, Yaponiya, Tokioda men ko'chada qolib ketdim. Yashaydigan joyim yo'q. Lekin hali 2 kun shu yo'daman. Men bitta yo'lini o'ylab topdim. Hozir o'shani hal qilishga ketyapman. Xullas, meni variantim qanaqa bo'ldi? Men hech bo'lmasam Tokioda bo'lmasam, Tokioning yaqin oradagi boshqa shaharlardan qarashni boshladim otelni. Va oxiri men o'zi Yaponiyaga tak-tak kelayotganda borishni xohlagan joyimdan otel chiqdi. Ya'ni Fuji tog'ini oldidan. Bo'ldi, tamom dedim, shok holatida sirali shu otelni bron qilib yubordim. Eng qizig'i, u otelga qanaqa yetib olishni o'ylamayman. Poyezdda boraman desam, hamma poyezdlar onlayn bilet olaman desam, конечно joy yo'q. Chunki bugun ketishim kerak. Otelda joy bo'lmagan, poyezdda joy bo'ladimi? Xullas o'rtoqlar, bu yo'g'a mana endi qiziq bo'lyapti. O'zim ham sayohatimni aynan shuning uchun yaxshi ko'raman. Kutilmagan narsalar bo'ladi. Mana shundagina odam qanaqadir bir qiziq emotsiya his qila oladi. Ana endi hammamiz birgalikda ko'ramiz, qanaqasiga men o'zimdan 130 kilometr uzoqdagi joyiga yetib olishimman. Hozir vokzalga boraman. Hech bo'lmasam kech payt qo'zg'aladigan bo'lsa ham, biron bir poyezdmi, avtobusmi, marshrutkami, любой narsaga bilet olaman. Xullas, avtobus topdim, do'stlar. Vahima qilmanglar. Bo'ldi, xudoga shukr avtobus topdim. Avtobusga bilet olsam bo'ldi endi, xudo xolasa. 4400 yenga tuda обратный bilet xarid qildim o'rtoqlar. Shinjukudan Kawaguchiga boraman. Kawaguchida уже otel bron qildim, boya yetdim. Kawaguchidan qaytib Shinjukuga kelaman. Ertaga qaytib kelaman kech payt. Mana bo'ldi, yechim bor. Sayohat qilish shunisi qiziq o'rtoqlar. Hozir soat 12 bo'ldi, rovna soat 4 da men xuddi shu yerda bo'lishim kerak. 10 minut vaqtli kelgan dedi. Let's go. Demak o'rtoqlar, ozgina o'zimni Yaponiya bo'yicha fikrimni aytaman, chunki уже bu yerda 6-kunim va o'zimga yarasha fikrlarim bor. Birinchi navbatda bu ovqat bo'yicha ozgina qiynalyapman, chunki qanaqa restoranga kirmasam, oddiygina sosiskadan tortib go'shtgacha barchasi biza yeyishimiz mumkin bo'lmagan ovqatlar. Cho'chqa go'shtidan qilingan hozir mametga kirib, hech bo'lsa xuddi yeyman desam, restoran ichida u ham porkdan ekan. Pork bu cho'chqa. Ha, ba'zi bir lokatsiyalarda turk milliy taomi bor, o'zbek milliy taomi bor, lekin har doim ham oddiy ovqatlanish, elementar ovqatlanish uchun uzoq yo'lni bosib o'tish odamga yoqavermaydi. Birinchi fikrim shu. To'g'risini aytaman, menga boshqa minus taraflari umuman ko'rilgani yo'q. Plus taraflarini aytadigan bo'lsa, menimcha o'zinglar vlog davomida ko'rdinglar, odamlari juda mehribon, odamlari juda tartibli. Bu yerdagi insonlarning очередga turish tartibini ko'rib, men prosta qoyil qolyapman. Mana oddiy misol. Hamma chiroyli очередga turibdi o'rtoqlar. Очередь ichkaridan boshlanib shu yoqgacha kelgan hozir. Agar Yaponiyaning qo'ldan kelgancha sizlarga qanaqadir madaniyatini,
Bu yerdagi insonlar bilan yaqinroq tanishtira olmagan bo'lsam, uzr so'rab qolaman, chunki bir o'zim kelganligim uchun ozgina qiyin bo'lyapti har bir narsaga uspet qilish. O'rtoqlar, hozir men o'zim mana shu paytgacha yashagan otelimga keldim, bagajimdagi ba'zi bir narsalarni olib, ryukzakimga soldim va aytdimki, mana ertaga ham mana shu yerda qoladigan bir kunim bor. Bron qilib bo'ldim. Mayli, bagajimni shu yerda qoldirsam, olib yurgandan ko'rasam, da bemalol dedi. Bo'ldi, bagajim shu yerda qoldi va endi men bilan ryukzakim hozir endi vokzalga otlanamiz. Let's go! Do'stlar, mana biletim va men очередdan уже sekin avtobusga kirishni boshlayapman. Mana hamma chiroyli bo'lib, очередda turib olgan ko'rasizlarmi? Hech kim bir-birini yo'liga tiqilmaydi. Do'stlar, biza уже qo'zg'aldik va endi bizani oldinda 1,5 soatlik yo'l kutyapti. Men o'zim bilan Oreo, Toshkentdan shunaqa kirishki va qurt olganman. Qurtim bitta qoldi, no'sekan ketaman deb. O'rtoqlar, Allohning o'zi rostdan ham meni bekorga Fujiga kelishimni xohlamagan ekan, chunki har doim ham mana shu tog' ko'rinurmaydi. Juda ob-havo tanlaydi, lekin bugun menimcha eng tiniq holatida bo'lsa kerak. Ko'rishinglar mumkin do'stlar. O'sha avtobusning o'zidan shunaqa vid ko'rinyapti. Mazza qilib rohatlansanglar bo'ladi. Men bron qilgan otel men tushib qolgan joydan 23 daqiqalik pishkom yo'l ekan. Ha, hozirgi charchagan holimda bu sovuq havoda juda qiyin. Hamma kurtkada yuribdi. Yaxshi, qishi bo'lmasam men bu kiyimni olaman o'zim bilan ryukzakimda. Bilmadim hozir sizlarga ko'rinyaptimi yo'qmi? Lekin mana shu mashhur Fuji tog'ining ko'rinishini qaranglar. O'rtoqlar, yana bir marta qaytaraman. Sayohat qilinglar. Bu shunga arziydi. Men bo'lsam shunaqa ajoyib manzarada ketdim o'zimni sevimli kapsulni otelimga. Mana shu otelga joylashdim. Kapsulni otel ichkarini o'zingizlar ko'rdinglar. Atmosfera juda zo'r. Albatta Tokioga qaragandagi kapsuladan ancha yaxshiroq. Aytgancha bu otelni, bu kapsulani 2 kunga qolish narxi 11,000 yen bo'ldi. 2 kunga, lekin men to'g'ri 2 kun qolmayman, 1 kungina qolaman, chunki riskovать qilgim kelmayapti. Ertalab Tokioga balki kechikib qolib, samolyotga kechikib qolgandan ko'ra, 1 kun oldin borib Tokioda otelda qolib, ertalab bemalol vaqtli turib aeroportga boraman. Shuning uchun o'rtoqlar, men hozir ovqatlanib uxlayman. Давайте переход qilamiz. Vaqt olib o'tirmaylik. Video davomida ko'p perexod qilolman. Yana bitta perexod go! Hammaga xayrli kun o'rtoqlar. Men уже uxlab turdim. Va o mana ortimda Fuji tog'i. Aslida men 1 soat oldin turganman, lekin ko'rib turibsizlarki, men Instagramga video olish bilan bandman. Hozir 20 minutcha yana Instagramga videolar olib, vlogga qaytaman o'rtoqlar. Vahima qilmay turinglar, xo'p? Men bu vidni qaranglar. Xo'p do'stlar, endi vlogga qaytamiz. Menga Fuji juda ham yoqyapti. Chunki har doim ham mana shu tog' ko'rinurmaydi. Qancha odamlar keladi, lekin tuman bo'ladi va tog'ni ko'ra olmasdan qaytib ketishadi. Hozir bo'lsa tog' zo'r ko'rinyapti. Hozir meni Fujida примерно 7-8 soat vaqtim bor. Meni planim hozir arendagi velosiped topish. Bu yo'lda metro yo'q, o'shaning uchun velida harakatlanaman. Agar velik topa olmasam arendaga, unda majbur taksida. Xullas, bu yoqda hozir men 4 ta 5 ta lokatsiyani bilaman. Fuji tog'i chiroyli ko'rinadigan taniqli lokatsiyalar. Lokatsiya dedimmi? Aynan o'sha lokatsiyalarga borishim kerak. Hozir menga aytishdi 300-400 metrdan kelgan arendagi velosiped beradigan joy bor ekan. Mana o'zingizlar ko'rib turibsizlar, bu yoq umuman Tokioga o'xshamaydi. Takoy bir qishloqcha. Thank you so much for bicycle. Xullas, velosiped beryaptilar. Velosiped arendaga oldim. 2,5 yen. Kech payti 7 gacha oldim. Do'stlar, mana men velosipedni oldim. Sumkamni, baxay sumkamni joylab qo'ydim. Endi hozir telefonimdan navigatorni yoqib, velosipedga qotirib keyingi lokatsiyaga otlanaman. Ketdi. Kadr yaxshi chiqish uchun ryukzakimni taqib ola qoldim. Bilsanglar bilarsizlar, dushi. Hozir shu velosipedda 18 kilometr yo'lni bosib o'tishim kerak. Ketdi. Let's go. Yaxshimi, yomonmi? O'tkazarman hayotimni. Ahmetga telefonimni qotirib qo'yganman. Telefonimda lokatsiyani ko'rib ketyapman. Voy, вообще mazza bor, keng yo'llar.
Peshixoddan veli haydab o'tish kerak emas, shuning uchun itarib o'tamiz. O'rtoqlar, va nihoyat men lokatsiyalardan biriga keldim. Примерно 40 minut to'xtovsiz velosiped haydadim, juda charchadim. O'zi bo'lmasa ekan, men o'ylagandan qiyin ekan. Boshida zo'r tuyuldi, lekin yo'l to'xtamagandan keyin odam juda charchab ketdi. Lekin xudo xolisa o'ylaymanki, shunga yarasha chiroyli lokatsiyalarga keldim degan umiddaman. O'rtoqlar, men hozir kelgan lokatsiya juda chiroyli ekan. O'zingizlar bunga bir qarab baho beringlar. Men dalishda davom etaman. O'rtoqlar, naryoqda odam juda ko'p ekan. Menimcha o'sha yerdan ajoyib video ochilsa kerak, shuning uchun o'sha tarafga boraman. Bu yerda shamol juda kuchli. No, shamol bizani chiroyli videolar ko'rishimizga to'sqinlik qila olmaydi. Hozir mana sohil bo'yiga tushib kelyapman. Voy, men video qaranglar o'rtoqlar. Yo. Bunaqa joyga kelgandan keyin rasm tushish kerak. Hozir shu akamdan iltimos qildim. Rasmga olib qo'yishlariga. Hozir men uchun suvdan sakrab o'talarman. Bilmadim nima qilarlar endi. Be careful, brother. My name is Kamal. Nice to meet you. Nice to meet you. What's your name? Remo. I am just traveling alone and for me I need to take photos, take videos. Nima davom inglizchada chiqardim lekin. Bu Kawaguchi o'zerasi va bu yoqdan ham o'sha ketish vaqti bo'ldi, chunki Fujidagi boshqa lokatsiyalarga, boshqa chiroyli joylarga borishim kerak. Shu joylarga xudo xolisa hali yana qaytaman. Bizani o'rtalar oldinda yana 7 kilometrlik yo'l kutyapti. Ketdi. Mana bu go'zallik qaranglar o'rtoqlar. Mana men sevimli veligimni shu velilar parkovkasi bor ekan. Shu yerda qoldirdim, u yog'iga peshkom ekan. Lekin xudo xolisa hozir borayotgan lokatsiyam juda go'zal. O'ta go'zal. Voy, xuddi o'zim buyuk Xitoy devorida yurgandek his qilaman bor o'rtoqlar. O'rtoqlar, eng qizig'i shu zinlarni hammasini endi chiqishim kerak. Lekin men pastdan chiroyli vid ko'rinar ekan. O'ylaymanki, tepadan undan ham chiroyliroq ko'rinadi. Odamlarni qaranglar o'rtoqlar. Yana dalash tepaga. O'ylaymanki, shuncha zinadan chiqayotganim o'zini oqlaydi. Naryoqdan kelyapman, zina tugamayapti, qaranglar, tepaga ketyapti. Voy, realni men buyuk Xitoy devorida yuribman bor-ku. Xo'p, mana bu joy kerak menga. Ketdi. Adam bitta gaplari bor. Yup, sigil deydilar, ketdi. Ammo chiroyliligini qaranglar, hamma yoqda sakura, voy, o'zgacha lekin so'z bilan tasvirlab bo'lmaydi. Naryoqlar ham sakura, bu yoqlar ham, mana bu yoqlar ham. Va terlab ketgan Kamol. Bilishinglar uchun yo'l tugayotgani yo'q. Voy, bu yoqdan qaytib kelish qanaqa bo'lar ekan velosipedim oldigacha. Mana bo'lmasam eng qizig'i 2 soatdan keyin avtobusim Tokioga qaytib ketadi. Shunga ulgurishim kerak. Mana bu shahar bo'lsa, mana bu Fuji do'stlar. Shunaqa video ekan, qaranglar. Chiroyli-a. O'ylaymanki, menga kerakli manzilga yaqinlashdim o'rtoqlar. Juda balandga chiqdim, ishoninglar, juda balandga. Fuji tog'ini ko'rish uchun hozir boshqa tog' tepasiga ko'tarildik-da. Bunda ilon iziga o'xshagan. Va mana shu pastdan boshlab o'rtoqlar o'sha o'chirt boshlandi. O'chirt borligi yaxshi, bu demak, rasm tushayotganingizda orqangizda to'la odam bo'lmaydi. Hamma shunda bemalol rasmga tusha oladi. Bu albatta zo'r. Lekin shu ani o'zidan ham vid bo'yotibdi o'rtoqlar. Mana buni qaranglar. Xuddi kinoga o'xshaydi. Mana do'stlar, o'sha Yaponiya Fujidagi mashhur lokatsiya. Parcha-parchalarga mana shu videoni ko'rganingiz uchun kattakon rahmat. Shunaqa yorqin notalarda, shunaqa ajoyib lokatsiyada videoni tugatamiz. Men bo'lsam stansiyaga qaytib, poyezdimga o'tirib, Tokioga qaytib keyin Tokiodan Toshkentgachaman. Keyingi videolarda ko'rishguncha mana shu video haqidagi o'zingizlarning fikrlarni, mana shu Yaponiyaga bo'lgan sayohatim haqidagi o'zingizlarning fikrlarni kommentariyaga yozib qoldiringlar. Hammaga rahmat, ko'rishguncha. Yeah, it's good. Thank you so much. Arigato.